Türkiye Cumhuriyeti reislik girbidagi 16 yulduzning 5-si bo'lsa, tariximizda tunji Türk nomi bilan qurilgan Köktürk davlatiga simvol qilinadi. Köktürk davlati milodiya 552-yildan 744-yilga qadar 2 asr hukm surgan 5-Türk davlati hisoblanadi. Köktürk ilohiy Türk degan ma'no bildiradi. Chunki Köktürklar ko'kni rang ma'nosida emas, osmon ma'nosida tushunadi. Osmonda bo'lsa, iloh Tangri turadigan joy deb qaraydi. Köktürklar eng kuchlangan davrda Manjuriyadan boshlab Qor dengizgacha bo'lgan mush zaminlarning hammasiga hukmronlik qilgan va shundaqla O'rta Osiyo qit'asining imperiyasiga aylangan. Va shundaqla 400 mingdan ortiq qo'shinga ega bo'lib, shu davrdagi Rim imperiyasi va Sasanilar imperiyasidan kuchli bir davlatga aylangan. Biz ilgari qismda so'zlab o'tganimizdek, Uyg'urlarning va Turklarningki ota bobosi ajdodi bo'lgan G'ullar dastlabida Mong'oliyani markaz qilib O'rta Osiyo va shuning atrofiga hukmronlik qilgan. Buyuk Hun imperiyasidan keyin G'arbiy Hun imperiyasi qurilgan. Hun imperiyasidan keyin ularning o'rnini Sianpila egallagan. U Sianpiladan keyin Tuba Sianpilar egallagan. Tuba Sianpilardan keyin ularning qo'lidan Jujallar egallagan. Jujallarni ba'zi manbalarda avarlar va rurallar deb ataydi. Jujallar bo'lsa milodiya 400-yildan 440-yillarga qadar tashqi Mong'oliyadagi Uyg'urlarni, Altay turklarining hammasini o'ziga bo'ysundirgan. Shundaqla Altay turklarini qurol yaroq yasashga salgan. Chunki Altay turklari temir irtish va qurol yaroq yasashga nihoyat mahir edi. Uyg'urlardan ko'plab askar olgan. Altay turklari va Uyg'urlarni bo'ysundirish bilan Jujallar nihoyat kuchlanib ketgan. Jujallar Uyg'urlardan ana shunday foydalanib turibmi? Uyg'urlarni azgan, ularga zulm qilgan, ularni ko'zga ilmagan, hatto haqorat qilgan. Bu xorliq va izilishga chidamagan Altay turklari va Uyg'urlar birlashib Jujan xalqiga qarshi isyon ko'tarishga va o'zining mustaqil davlatini qurishga bel bog'laydi. Va ular asta-asta harakat qilib, milodiya 535-yilga kelgan vaqtida Jujanlarga beqinish sharti bilan o'zining kichik bir xalqini qurgan. Bu Turk qog'anligi deb atalib, buning qog'ani Bumin xon bo'lgan. Ularning soni 50 ming oilaga yetadi. Bu Turk qog'anligi yillarning o'tishidan kuchlangan, o'zining kuchlanganligini his qilgan Bumin xon Jujanlarning qog'ani Aynag'ayning qiziga elchi bo'lgan. Aynag'ay bu Bumin xonning talabini nihoyat ig'ir so'zlar bilan rad qilgan. Ya'ni Aynag'ay xon Bumin xonning talabini "Sizlar mening qo'l ostimdagi bir qul. Agar men qizimni sizlarga bersam, sizlarga o'xshash bo'lib qolmamdi" deb haqorat qilgan. Aynag'ay xonning bu javobini anglagan Bumin xon nihoyat g'azablanadi va Jujanlarga rasmiy shaklda isyon qilishni niyat qiladi. Bu sababdan oldi bilan G'arbiy Vi xalqi bilan tinchlik ittifoqi tuzadi. Chunki yana bir tarafga isyon qilmoqchi. Va shundaqla Uyg'urlardan ko'plab askar oladi, o'zini kuchaytirdi. Milodiya 552-yilga kelgan vaqtida Bumin xon va inisi Istami Yabg'u boshchiligida Jujanlarga keng ko'lamli urush ochadi. Bu ikki taraf o'rtasida shiddatli urush bo'ladi. Natijada Bumin xon va inisi Istami boshchiligidagi bu turk qo'shini Jujanlar ustidan g'alaba qiladi. Jujanlar xoni Aynag'ay bu mag'lubiyatni qabul qila olmay o'zini o'ldirib oladi. Bu zafardan keyin, ya'ni milodiya 552-yili Bumin xonga Ilxon degan nom berilib, Köktürk davlati rasmiy e'lon qilinadi. Bu Köktürk degan bu davlat tarixda Turk nomi ishlatilgan tunji davlat hisoblanadi. Turk degan bu so'z dastlabida Volga va Ural daryo bo'ylaridagi turk qabilalarini ko'rsatgan. Keyin Altay tog'laridagi turk qabilalarini ko'rsatgan. Ammo Köktürk davlati qurilgandan keyin Turk degan bu ism itlik ma'nodan qilib Köktürk davlatiga tava bo'lgan butun turkiy qabilalarni o'z ichiga olishga boshlagan. Shunda qilib Köktürk davlati Jujanlarni mag'lub qilgandan keyin ularning zaminlarini egallab kengayishga boshlagan. Tarixdan Jujanlar o'chib, ularning o'rnini Köktürklar egallagan. Ya'ni Köktürklar Mong'oliyadan boshlab O'rta Osiyogacha hukmron bo'lgan. Paytaxtini Mong'oliyadagi O'to'kin rayonida qilgan. Köktürk davlatininki g'arbiy tarafini, ya'ni bizning vatanimiz Sharqiy Turkiston va G'arbiy Turkiston taraflarini Istami Yabg'uga, ya'ni inisi Istami Yabg'uga beradi. Istami Yabg'uning o'rdasi Tekas daryo bo'yiga joylashgan edi. Bumin xon Köktürk davlatini e'lon qilib, uzoq o'tmay, ya'ni 1 yildan keyin milodiya 553-yili o'ladi. Uning o'rniga o'g'li Qaraxon taxtga chiqadi. Lekin u uzoq o'tmay shu yilda o'ladi. Uning o'rniga Bumin xonning o'ttirinchi o'g'li Muqon xon taxtga chiqadi. Muqon xon Köktürk davlatidagi eng mashhur ismlarning birisi. U milodiya 554-yildan 574-yilga qadar hukm surgan bo'lib, uning davrida Köktürk davlati har jihatdan nihoyat kuchlangan va kengaygan va porliq davr hisoblandi. Bu sababdan Muqon xon Buyuk Hullardan tatib Mataxondan keyin va Atillardan keyin eng mashhur hukmdor hisoblandi. Muqon xon taxtga chiqqandan keyin dastlabida sharqqa kengaydi va u yerdagi Manju Mong'ollarning hammasini bo'ysundiradi. Keyindan Qitallarga qo'shin tatib ularni bo'ysundiradi. Ondan keyin Baykol ko'lining g'arb tarafiga qo'shin tatib u yerdagi qirg'izlarni bo'ysundiradi. Köktürk davlatining g'arb tarafida bo'lsa, biz yuqorida o'tganimizdek Istami Yabg'u bor edi. Istami Yabg'u u yerdagi jo'grafiyasini kengaytib, ta Oqhun davlatining chegarasigacha elib keladi. Ya'ni bizning vatanimiz Sharqiy
Turkistonning asosan hammasini degudek o'zining territoriyasiga qo'shadi. Ya'ni Oqxon davlati bu vaqtda sharq tarafda ko'k turklar bilan, g'arb tarafda bo'lsa Sasaniylar bilan chegaralashadi. Ammo Oqxon davlati mo nihoyat kuchli edi. Shundaqla Sasaniylarni o'ziga qaram qilgan. Sasaniylar necha yil bu Oqxon davlatiga qaram bo'lgan bo'lg'achqa, mana mushundaq paytda ko'k turklarga elchi yo'llaydi. Ya'ni ikkimiz birlashib Oqxon davlatiga hujum qilaylik, ularning zaminini bo'lishaylik deydi. Va shundaqla nurg'ulg'an va'dalarni qiladi. Natijada Sasaniylar bilan, ya'ni Parslar bilan ko'k turk davlati o'rtasida Oqxonlarga qarshi ittifoq tuzildi. Va ko'k turklar sharq tarafdan, Sasaniylar g'arb tarafdan Oqxonlar davlatiga hujum boshlaydi. Ikki tarafdan kelgan hujumda Oqxonlar davlati putlab tura olmaydi. Natijada milodiya 565-yili Oqxon imperiyasi tarix sahifasidan o'chidi. Oqxonlar zaminni bo'lsa, ko'k turklar va Sasaniylar bo'lishdi. Mana shu vaqtda bizning vatanimiz Sharqiy Turkiston to'liq shaklda ko'k turk davlatining ostiga kiradi. Ko'k turk davlati bilan Sasaniylar imperiyasiniki ittifoqi bir muddat davomlashgan bo'lsa-mu, lekin keyin ularning ittifoqi buzildi. Ko'k turk davlati Sasaniylarga qarshi qo'shin tortib, Balix, Badaxshan qatorliq burunqi Oqxonlar davlatining zaminlarini tortib oladi. Milodiya 571-yili dunyo tarixiga nisbatan nihoyat muhim bir hisoblanadi. Chunki milodiya 571-yili oxirgi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom dunyoga keladi. Ya'ni bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom dunyoga kelgan vaqtida bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonda ko'k turklar hukm surgan. Shundaqla Muqanxon hukm surgan davrda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom dunyoga kelgan. Ko'k turklar bu vaqtda shaman diniga e'tiqod qiladi. Shaman dini bo'lsa ko'p xudolik dini edi. Ya'ni osmonga, zaminga, daraxtga, quyoshga cho'qinadi. Bilganimizdek milodiya 571-yildan tortib milodiya 591-yilga qadar Sasaniylar imperiyasi bilan Rim o'rtasidagi tarixdagi mashhur uzun suzilgan urush boshlanib ketadi. Bu ikki cho'ng imperiyaning o'zaro urushi ko'k turk davlatining texmi kuchinishiga foydali sharoit yaratib beradi. Bu sababdan ko'k turk davlati texmi kengayib Kavkaz orqali hatto Ozarbayjongacha keladi. Milodiya 572-yili Muqanxon olamdan o'tadi. 576-yili bo'lsa, g'arbiy tarafga hukmronlik qilayotgan Istami Yapqo olamdan o'tadi. Muqanxonning o'rniga inisi Taspar, ba'zi manbalarda Tabar deb keladi. Taspar ko'k turk davlatining taxtiga chiqadi. Istami xonning o'rniga bo'lsa, o'g'li Tarman taxtga chiqadi. Tasparxon taxtga chiqqan vaqtda ko'k turk davlati ajoyib kengayib ketgan. Bu sababdan Tasparxon o'zining tuqqanlari orasida rayonlarni bo'lib turib, ularni xon qilib, o'zi Xalla xoni bo'ladi. Ammo Tasparxon bo'lsa, Budda dinini qiziqib qoladi va Budda dinini o'rganadi. Hatto Budda dinining bizning vatanimizga kirishiga yo'l qo'ydi. Hatto Budda dinining ibodatxonasini tunjulib sog'ali yo'l qo'ydi. Tasparxonning Budda dinini o'rganishi va uningga bo'lgan qiziqishini ba'zi tarixshunoslar uning Xitoy malikasiga uylanganligi deb tushuntirsa, yana ba'zi tarixshunoslar uning Budda dinini o'rganishida siyosiy maqsadi bor deb qaraydi. Lekin qanday bo'lmasin Tasparxon Budda dinini o'rgangan va uning taraqqiy qilishiga yo'l qo'ygan. Ammo o'zi shaman dinini butunlay tashlab o'tmagan. Tasparxon milodiya 581-yili o'ladi. Uning o'rniga inisi Ishbara xon bo'ladi. Ishbara unchalik qobiliyatli emas edi. Bu sababdan g'arbiy qismga hukmronlik qilayotgan Istami Yapqo'ning o'g'li Tarman xon bilan o'rtasida ixtilof yuz beradi. Ya'ni ko'k turk davlatiningki sharq bilan g'arb o'rtasida ixtilof yuz beradi. Ikki qarindosh o'rtasidagi ixtilofni fursat deb bilgan Xitoylar, ya'ni Suy sulolasi ularning o'rtasiga jasus va har xil usullar bilan inoqsizlik urug'ini chechib, ularning o'rtasidagi ixtilofni texmi ulg'aytib o'tadi. Natijada milodiya 583-yili buyuk ko'k turk imperiyasi sharq va g'arbdan iborat ikkiga bo'linadi. G'arbiy ko'k turk davlatiga G'o'lja, Qo'rg'os va Chapchal qatorliq Ili vodiysi, O'rta Osiyo va G'arbiy Osiyo va Afg'oniston qatorliq bu zaminlar kiradi. Poytaxti bo'lsa Mingbuloq bo'ladi. Mingbuloqning hozirgi o'rni Qirg'izistonda. Sharqiy ko'k turk davlatiga bo'lsa Mong'oliyadan boshlab Ulug' okeanga bo'lgan mush zaminlarning hammasi kiradi. Ularning poytaxti O'tukan bo'ladi. Ko'k turk davlati garchi ikkiga bo'lingan bo'lsa-mu, Sharqiy ko'k turk davlati yana kuchlanib mengayveradi. Milodiya 615-yili Sharqiy ko'k turk davlati bilan Suy sulolasi o'rtasida urush yuz beradi. Bu urushda Suy sulolasi mag'lub bo'ladi. Hatto xoni Suy Yangda asirga tushib tasla qoladi. Bu urushning natijasida Sharqiy ko'k turk davlati Xitoylarning ba'zi shaharlarini egallab oladi va u shaharga o'zining valisini qo'yadi. Milodiya 618-yil kelgan vaqtida Suy sulolasi rasmiy yiqilib, tarix sahifasidan o'chidi. Uning o'rniga Sharqiy ko'k turk davlatining qo'llashi va yordami bilan Tang sulolasi qurildi. Bu sababdan Tang sulolasi xil uzungacha Sharqiy ko'k turk davlatiga bosh topshirdi. Lekin keyin kuchlangandan keyin, bo'libmi eng kuchli podshohi bo'lgan Tang Taizongning davriga kelgan vaqtida Sharqiy ko'k turklarga bosh to'lashdan bosh tortdi. Bu sababli ikkisi o'rtasida yana urush yuz beradi. Bu urushda yana Xitoylar mag'lub bo'ladi. Xitoylar turklarni qurol orqali yengolmaydiganligi ko'zi yetgandan keyin, ya'ni Malika va Jos yo'li orqali turklar o'rtasida inoqsizlik va ixtilof urug' chechish yo'lini tanlaydi. Natijada ko'k turk xalqiga qarshi isyonlar bosh ko'tarishga boshlaydi. Masalan, milodiya 627-yili Uyg'urlar xalqqa qarshi
isyon ko'taradi va o'zininki tug'la 9 Uyg'ur xonligini qurib oladi. Bir tarafdan sir tadishlar isyon ko'tarib, Ko'kturk xonligiga qarshi isyon qiladi va ularni o'zining xonligini quruydi. Qitallar isyon qiladi. Ya'ni Ko'kturk davlatida isyonlar bosh ko'tarib, davlat rasmiy ojizlashga qarab mangadi. Uning keyindan tabiiy ofatlar yuz beradi, ocharchilik yuz beradi. Yana bir tarafdan Xitoylar, ya'ni Tang sulolasi xon qarshi isyon ko'targan qabilalarga yordam beradi. Mana shunday ichki ziddiyat, iqtisod krizisi va sirtdan Xitoylarning isyonchilarga yordam berish natijasida milodiy 630-yili Xitoy qo'shini va isyonchilarning qo'shini Ko'kturk xonligining poytaxti bo'lgan O'to'kangacha besib kiradi va O'to'kandan turklarni qo'g'lab chiqaradi. Natijada Sharqiy Ko'kturk davlati milodiy 630-yili rasmiy shaklda yiqiladi. Ularning zaminini Xitoylar istilo qiladi. Ularga yordamlashgan turklarni bo'lsa Xitoylar qul o'rnida ishlatadi. Shundaqla Xitoylar bu urushda asirga tushgan 100 ming dona turkni Sadachin sepining ichiga ko'chirib elib ketadi. Va shundaqla Sharqiy Ko'kturk xon Ilixonni asirga elib bir qancha baglar bilan billa Chang'anga elib ketadi. Ilixon 1 yildan keyin milodiy 634-yili Chang'anda o'ladi. Bu vaqtda G'arbiy Ko'kturklarning ahvoli bo'lsa, ular kuchlanib mengib. Hatto milodiy 619-yili Sasanilar bilan urushib, ularni mag'lub qilib, ularning Ray va Isfahan shaharlarini egallagan. Xitoylar Sharqiy Ko'kturk davlatini yiqib bo'lgandan keyin amdiki navbat G'arbiy Ko'kturk davlati keldi deb, ularga o'xshash shaklda josus o'qidi, malika har xil usullar bilan ularning orasida ixtilof va inoqsizlik qo'rqini chachadi. Natijada ularning ichida isyonlar bosh ko'tarishga boshlaydi. Isyonchilarga Xitoylar yordam beradi. G'arbiy Ko'kturk davlati bilan Xitoylar orasidagi urush 10 yil qadar suzladi. Milodiy 657-yilga kelgan vaqtida Xitoylar G'arbiy Ko'kturk davlatini mag'lub qiladi va Xoni Qulaxonni asirga oladi. Xoni asirga tushgan bo'lsa-mu, turklar to'xtamay 2 yil Xitoylar bilan urushadi. Milodiy 659-yilga kelgan vaqtda G'arbiy Ko'kturk davlati rasmiy shaklda yiqiladi. Milodiy 657-yildan boshlab 680-yilga qadar bu 23 yil turklar butunlay rahbarsiz, boshsiz qoladi. Bu turklarningki Pitret zamoni deb ataladi. Ammo bu davrda dunyoda ajoyib o'zgarishlar bo'lgan. Masalan, milodiy 651-yili Sasanilarning eng oxirgi podshohi o'ldirilib, Sasanilar imperiyasi tarix sahifasini o'chgan. Bu Hazrat Osmonning davriga to'g'ri keladi. Va shundaqla bu davrda Kavkaz rayonida yana bir turk xonligi bo'lgan Xozar xonligi qurilgan. Milodiy 661-yili Amaviylar davri qadam qo'ygan islom tarixi. Bu davrda islom jo'grafiyasi ajoyib kengaygan. Afrikaga, Anatoliya tuproqlari qadar Suriya, Iron, Iroq va Xorason qadar yetib kelgan. Turklar bo'lsa Xitoylarning zulmi ostida ezilgan, har xil xo'rliq uchirgan. Ammo shundaq bo'lsa-mu, ko'k turklar Xitoyga bo'lgan qarshiligini va mustaqillik ruhini yo'qotib qo'ymagan. Masalan, milodiy 639-yili Kurushat voqeasi yuz bergan. Bu voqeaning tafsiloti bunday. Kurushat asli ko'k turk xonligining bir avlodi. Ba'zilar Ishbara xonning o'g'li desa, ba'zilar Istami Yabg'oninki jiyani deyiladi. Sharqiy Ko'kturk xon avlodi bo'lgan Kurushat ismli yosh o'zining atrofiga 40 necha nafar yoshni to'playdi va ular maxfiy plan tuzib, maxfiy holda Xitoy podshohi Li Shiminning o'rdisiga kirib, Li Shiminni tutib achiqib, bu orqali asir almashtirish va o'zining mustaqilligini qo'l keltirish uchun plan tuzgan. Xitoy podshohi Li Shiminninki kechada kuch chalaydigan odati bor edi. Kurushat boshchiligidagi bu yigitlar uning chiqishini, ya'ni kechada kuch chalishni kutadi, lekin Xitoy podshohi Li Shimin u kechasi chiqmaydi. Kurushat bizni sizib qolgan o'xshaydi deb ularning o'rdisiga besib kiradi. Orda ichida yuzlarcha muhofizachilar bor edi. Kurushat boshchiligidagi 40 necha nafar yosh ordadagi muhofizachi Xitoylar bilan shiddatli urush qiladi. Shundaqla yuzlarcha Xitoyni o'ldiradi. Garchi Li Shiminni tutanmagan bo'lsa-mu, lekin u yerda hammasi qurbon bo'ladi va shundaqla keyingi ko'k turklarning ruhiga mustaqillik o'tini yoqadi. Bu voqea turklarning orasiga tarqaladi va turklarning orasida mustaqillik o'ti Xitoyga bo'lgan nafratni qaytadan qo'zg'aydi. Bu sababli turklar orasida Xitoy qarshi isyon va har xil partizanlik harakatlari boshlanib ketadi. Natijada milodiy 680-yili Iltarish bek boshchiligidagi bu isyon qo'shini g'alaba qilib, O'to'kandan Xitoyni qo'g'lab chiqaradi. Iltarish bek inqilobini davom qilib, milodiy 682-yilga kelgan vaqtda butun Mongoliyadan Xitoylarning hammasi tal-tukus qo'g'lab chiqaradi. Shundaqla rasmiy shaklda mustaqillik e'lon qiladi. Iltarish bekka Qutlug' unvoni beriladi. Bu sababdan bu davlatning ismi Qutlug' davlati deb ataladi. Iltarish bek Xitoyga keyindan 17 qatim qo'shin tortib, hammasi tugida g'alaba qilib, burunqi Sharqiy Ko'kturk davlatininki territoriyasini tamoman asliga keltiradi. Ko'k turklarning g'arb tarafida bo'lsa, Turkash qabilasi bosh ko'taradi va shundaqla u yerda o'zining davlatini qurib, Xitoylarni va Tibetlarni Sharqiy Turkiston va uning atrofidagi G'arbiy Ko'kturk davlatidan butunlay qo'g'lab chiqaradi va G'arbiy Ko'kturk davlatini asliga keltiradi. Bular Turkash davlati deb ataladi. Shunday qilib, burunqi ko'k turk davlatining zaminida sharq tarafida Qutlug' davlati, g'arb tarafida Turkash davlati bosh ko'taradi. Keyin milodiy 699-yili Iltarish xonning o'rniga chiqqan o'g'li Qapag'on qolgan g'arb tarafdagi
Türkeş devletini özünün territoriyasiga qo'shib, burunqi Köktürk imperiyasini tamamen eslik keltirdi. Bu Köktürk devletinin qaytadan tirilishi bo'lib, ikkinchi Köktürk devleti deb ataladi. Mana shu ikkinchi Köktürk devleti qurilgan vaqtda, ya'ni milodiy 700-yillarda Emevilar kengayib O'rta Osiyoga qadar kelgan. Ya'ni o davrda Hajjajniki yaramli qo'mondoni bo'lgan Qutayba ibn Muslim O'rta Osiyoga qo'shin tortib kelgan. Qapagan qolgan, ya'ni shu vaqtdagi Köktürk devletininki ikkinchi xoni bo'lgan Qapagan qolgan Qutayba ibn Muslim qarshi Iltirish xonning o'g'li Kültikinni avatgan. Milodiy 715-yilgacha Qutayba ibn Muslim bilan Kültikinning o'rtasida uzun suzilgan urush bo'lgan. Qutayba ibn Muslim G'arbiy Turkistonni egallashda nihoyat qiyinchiliklarga uchragan, ammo oxirida milodiy 715-yilga kelgan vaqtda Qutayba ibn Muslim boshchiligidagi Arab islom qo'shini G'arbiy Turkiston, ya'ni Samarqandni, Buxoroni egallagan va Samarqandga cho'ng bir masjid solgan. Kültikin bo'lsa urushda mag'lub bo'lib, yaralanib Qapagan qog'onning yoniga qaytgan. Keyin Suluq qog'on boshchiligida Arab islom qo'shiniga qarshi isyon ko'tarilib, ularni qo'llab chiqarib o'tgan. Ammo yana bir muddat o'tgandan keyin Arab islom qo'shini yana qaytadan kirib, bu yerlarni egallagan. Ikkinchi qatim kirgan vaqtda burunqi Qutayba ibn Muslimning davriga o'xshash undaq ba'zi bir zulmlar, ba'zi bir nahaqchiliklar bo'lmagan. Bu sababdan turklar musulmon bo'lishga qarab mangan. Qutayba ibn Muslimninki G'arbiy Turkistondan o'tib, bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonning Qashqarga bog'liqligi va Qashqardan o'tib Tang sulolasi bilan ko'rishib, ular bilan tinchlik kelishimi imzolab keyiniga qaytganligi bu tarix manbalarida da'talashliq bir masala. Ba'zi tarix manbalari Qutayba ibn Muslimninki Qashqargacha bog'liqligi va Qashqardan o'tib Tang sulolasi bilan tinchlik kelishimi imzolaganligini tilga olsa, yana ba'zi tarixshunoslar Qutayba ibn Muslimninki G'arbiy Turkistonning hammasini egallamaganligi, faqat Samarqand va Buxoro va Tuxaraston bir qancha shaharni egallab qaytganligini tilga olib, Sharqiy Turkistonga bormagan deb qaraydi. Qandaqli bo'lmasin, ikkinchi Köktürk davlati O'rta Osiyoga kelgan Amaviylar bilan chegaradosh bo'lgan. Ikkinchi Köktürk davlatiga Qapagan qolgandan keyin Kültikin va Bilgi qog'onga o'xshash yo'lboshchilar hukmdorlik qilgan. Bilgi qolgandan keyin ichki jihatda Qarluq va Basmil qabilalarining isyon qilishi, tashqi jihatda Xitoylarning hujumlari sababli ikkinchi Köktürk davlati ojizlashga qarab mangan. Natijada milodiy 744-yilga kelgan vaqtda ikkinchi Köktürk davlati resmi şekilde yıkılgan. İkinci Köktürk devleti yıkılgan bolsa-mı, onun ornuğa yana bir Türk devleti bo'lgan Uyg'ur devleti va yoki Urxun devleti qurilgan. Uyg'ur devleti kimlar tarafidan qanday qurilgan? Biz bu haqda kelar qismida tafsil so'zlaymiz. Sultan bulup han ötken Uygurum sen canda Alem şahit bolganti Hem tarihni yazganda